Aka assalomu alaykum. Charchamasizmi? Aka assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Oldimda yetib oldim. Yetib oldingiz? Bamper ketdimi, nima bo'ldi? Ha, bagajaman. Nech pul tushadi? Hisoblatmadinglarmi? Yo'q, hozir bo'ldi, yo'q. Atab o'zing chiroyli ta'lluq ketur, gayma ertaga tezroq joyda hal qilamiz. Bu nech pul kerak? Nech pulga bitadi ishingiz? Bilmayman, kelman ham. Bamper uncha qiyshayapti. Ya bamperda emas, mana bunda. Bamperga achmayman. Buni aka kraska bu. Bagajda, zazolarni ham qochirib yubordi. Nech pulga bitadi ishingiz bo'pti? Pulingiz bormi? Endi ishlayotgandim, 100 ming bor dedim. Men 100 ming bilan 100 ming olib qo'ying-da aka. Mana qilaylik. mana shu narsa bo'lishi kerak dedi. Pul qursin. Ishlar hal bo'lib ketsin, ketinglar, men turmaylik, probka yotibdi. Aka, siz pulingizni ishlayvering. Sizga mashina yig'ishib olib bo'lmadimi? Uncha qattiq urmabsiz, normalni. Alti 200 ming ushab turing. Endi hisob kitob qilib, nech pul degan joyiga kelganini qarayman-da. Men aka 500 ming yetadi menimcha. Yetsa bo'ldi, aka menga anaqasi yo'q. Aka charchamanglar. Bo'ldi, ishdan hal qildik. Ketavering. Rahmat. Bo'ldi, pulingizni toping, bo'ldi, uni to'xtatmang. Charchamang. Bo'p ikkita narsa, bo'ldi, charchamang. Duo qilib qo'yasiz. Ketdi bu. Do'stlar, men avariya bo'lib qoldi, ko'rib qoldim. Srazu bordim. Probka bilasizlar, shahar hozir imminni час pik bo'layotgan payti bitta jentrachi akamiz taksivat qilar ekanlar. 100 ming pul ishlagan ekanlar, Matizga yetib. Shunday pulni berdik, jo'natib yubordik. Iltimos, mana shu DTP bo'lib qolsa, o'zingizlar hal qilishga harakat qilib, baribir gayli uzoq keladi. O'shuning uchun bekordan yo'lni to'sib qo'ygan bo'lasizlar. Hammalarga rahmat. Shunaqa kunimizda bir-biringizga yordam bersangiz, hech kim yordam bermaydi. Sog' bo'linglar.